Mana bugun Arnasoy tumaniga ish bilan keldim. Yo'llar ancha abgor ahvolda edi bundan bir necha yillar avval. Hozirda yo'llar juda ham yaxshi holatga keltirildi. Ko'l tomonga o'tdim, ko'l tomonda juda ham ajoyib sayohatga mo'ljallangan maskanlar qurildi. Arnasoyda juda ham katta ishlar amalga oshirilmoqda ekan. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugungi Arnasoy tumanimizning gullab yashnagan davriga to'g'ri keldilaring. Bizlar 1977-yil shu cho'l hududiga kelganmiz. Arnasoy tumani yangi tashkil topgan paytda kelganmiz. O'sha paytda mana bu yerlarda hech qanaqa qurilish yo'q edi, faqat eski hokimiyat bo'lgan. O'sha yerda bir ikkita uy bo'lgan, boshqa narsa bo'lmagan. O'sha 75-yil tashkil topgan bo'lsa, o'shanda barpo qilingan yo'llar bo'lgan. Undan keyin hech qanaqangi remont, ta'mirlash ishlari bo'lmagan. Shu yilga kelib, mana shu Xudoyim taolo hammamizga yaxshi kun berdi. Prezidentimiz sharofati bilan mana bu yerda ko'limizda yangi qurilish barpo etilib, davolanadigan maskanlar bo'lgan sababli rayonimizga, tumanimizga fayz baraka kirib, hamma tomon o'zgarish bo'ldi. Hamma tomon yangi qurilishlar bo'ldi, yo'llarimiz ravon bo'ldi. Mana shu munosabat bilan rahbarlarimizga, prezidentimizga, tuman rahbariga, viloyat rahbarlariga minnatdorchilik bildiramiz. Men o'zim ish faoliyatim davrida haydovchilik bilan shug'ullanganman. Mana shu yo'lda o'sha 77-yildan buyon qatnayotgan bo'lsam, juda o'nqir-cho'nqirda qiynalib qatnardik. Hozir xalqimizga xizmat qilish ham juda o'ng'ay bo'lib qoldi. Buning orqasida nima? Xalqimiz farovon hayotga erishdi demoqchiman. Xalqimiz to'q, farovon, turmush sharoiti yaxshi, kundan kunga yaxshi bo'lib boryapti. Tumanimiz eng kichik, viloyatning eng kichik tuman edi. Juda orqada qolgan tuman edi. Mana hozir qaranglar, hamma tomon gurkirab yashnagan davr. Tumanimiz tumanlarning oldi desak ham bo'ladi. Mana shunday sharoit yaratib bergan Alloh avvalambor prezidentimizga rahmat aytaman. Allohim uzoq umr bersin. Shu xalqimiz uchun hormay tolmay mehnat qilishda Allohim o'zi bardavom bo'lsin. Mana yaqinlashib kelayotgan 50 yillik tuman bayrami bo'lyapti. 75-yil tashkil topgan bo'lsa, bu yil Xudo xolasa 50 yillik bayram bo'ladi. Mana shu tuman ahlini mana shu kirib kelayotgan, yaqinlashib kelayotgan tumanimiz tashkil topgan 50 yillik buni chin qalbimdan tabriklayman. Hammasiga ishlarga omad, muvaffaqiyat, oilaviy baxt tilayman. Oilasida hamisha yaxshi kunlar bo'lishini Allohdan tilab qolaman.